Ertalab och qoringa qilmaslik kerak bo'lgan ishlar. Birinchi, qahvani birinchi bo'lib ichish. Och qoringa qahva oshqozon kislotasi ishlab chiqarilishini kuchaytirishi mumkin. Bu ayrim odamlarda jig'ildon qaynashi yoki oshqozon bezovtaligiga olib keladi. Shirinlik yoki gazak yeyish. Qondagi shakar tez ko'tarilib, keyin tez tushishi mumkin. Natijada tez ochlik va holsizlik paydo bo'ladi. Gazlangan ichimlik ichish oshqozonni bezovta qilish va shishish hissini keltirib chiqarishi mumkin. Achchiq taom iste'mol qilish. Och qoringa achchiq ovqat ayrim odamlarda oshqozon shilliq qavatini ta'sirlantiradi. Chekish. Och qoringa chekish nikotin ta'sirini kuchaytirib, oshqozon va yurak qon tomir tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kuchli jismoniy mashqni ovqatsiz boshlash. Ba'zi odamlar uchun bu bosh aylanishi, holsizlik va qonda shakar pasayishiga olib kelishi mumkin. Mashq turi va davomiyligiga qarab yengil tamaddi foydali bo'lishi mumkin. Ko'p miqdorda sitrus sharbati ichish. Limon, apelsin yoki greypfrut sharbati kislotali bo'lgani uchun sezgir oshqozonli odamlarda noqulaylik tug'dirishi mumkin. Og'riq qoldiruvchi dorilarni och qoringa ichish. Ayrim dorilar, masalan, ba'zi yallig'lanishga qarshi preparatlar oshqozonni ta'sirlashi mumkin. Dori yo'riqnomasiga yoki shifokor tavsiyasiga amal qilish muhim. Nonushtani butunlay o'tkazib yuborish. Bu kun davomida haddan tashqari ko'p ovqatlanishga olib kelishi mumkin. Ammo ayrim odamlar shifokor nazorati ostida interval ochlik usulini qo'llaydi. Kam suv ichish. Uyg'ongandan so'ng organizm biroz suvsizlangan bo'lishi mumkin. Bir stakan oddiy suv ichish ko'pchilik uchun foydali odat hisoblanadi. Ertalab nima qilish foydali? Bir stakan oddiy suv ichish, yengil badan tarbiya yoki sayr, oqartirilmagan don mahsulotlari, tuxum, qatiq, meva va sabzavotlardan iborat muvozanatli nonushta qilish, kunni xotirjam boshlash va yetarli uyquni odat qilish. Eslatma, bu tavsiyalar umumiy tavsiyalar bo'lib, hamma uchun bir xil emas. Masalan, diabet, gastrit, yara kasalligi yoki boshqa surunkali kasalligi bor insonlar shifokor tavsiyasiga amal qilishi kerak.